Assalomu alaykum aziz gul shaydolari. Men Toshkent shahar gul bozoriga keldim, Chorsuga. Mana gullar, mana vigilla sorti ekan, bu karlikovый, butun yoz bo'yi gullar ekan. Faqat buni 300 ming so'm dedi. 300 ming so'm ekan. Go'zal gullar, juda chiroyli. А елки почем сказали? Этот 250-300 mingdan ekan bu archalar, yerga ekiladi. A hosta почем? Hosta? Pasto. Mana hostalar 100 ming ekan. Gortenziyalarni 250 ming dedi. Eng arzoni. Chorsu bozorda joyi. Mana gulni har xili bor. Mana gortenziyalar. Anabel sorti ekan bularda. Hammasi yerga ekiladi. Azizlar, men bugun Toshkent shahridagi Chorsu bozoriga bordim. Ko'rdinglar. Bu bozordan men gul oldim. Mana ko'rsataman. Mana bu karlik atirgul ekan. 15 mingga oldim. Qimmat emas, chidasa bo'ladi bu. Menda olov rangi bor edi, bu pushti rangi ekan. Juda hovlini ochadi, chiroyli qiladi. Men buni kuzgacha hozir yerga o'tkazib qo'yaman. Tuproq quruq, yerga o'tkazib tagiga suv qo'yaman. Kuzgacha buni ko'paytiraman. Xudo xolsa kuzda qirqqanimda qalamja qilib ekaman. Xudo xolsa buni ko'paytirib olaman. O'z umuman qizlar bozordan gul olganinglarda bunaqa qimmat yo kattasidan olishinglar shart emas. Kichkinasidan olib, buni o'stirsanglar ham kichkinasi injiq bo'lmaydi. Uni sekin katta qilsanglar uni tushunib qolasizlar. Qachon suv quyish kerak, qanaqa o'g'itlar berish kerak, qanaqa holatda bu namoyon qiladi. Bu sizdan talab qiladi, o'ziga kerak narsani talab qiladi ham bu. Umuman gullarni hammasi shunaqa. Bilasizlar, yoshligidan katta qilgan gulinglarni tushunib qolasizlar o'zinglar. Keyin mana gulni oldim. Mana bu gulni ham qimmat olmadim, 10 mingga oldim. Bu menga aytishdi, bu yerni guli deyishdi. Qishda ham qoladi deyishdi. Endi uni men bilmadim, lekin qimmat emas, 10 ming. Bu arzonligiga qaraganda menimcha bu injiq gul emas. Mana pushti g'unchalari ham bor. Juda ham yoqdi, yorqin, chiroyli rang, o'ziga tortadigan rang. Endi men buni ham tagi quruq. Men tuvakka o'tkazaman. Buni sal kattaroq bo'lgandan keyin, ochilib gullar tugagandan keyin qirqib suvga solib ko'paytirishga harakat qilaman. Sizlarga aytaman. Lekin eng qizig'i, ajoyibi, bugunning nomi meni esimdan chiqib qoldi. Birinchi marta men so'rab ketdim, aylanib kelib, keyingi marta buni sotib oldim. Hozir so'rayman deb ularga klientlar, hozir bilasizlar, gul ana sezoni, xaridorlar juda ham ko'p. Optimchilar kelib qoldi-da, ular albatta gulchi bitta dona sotgani yaxshimi yo optim sotgani yaxshimi? Shu bilan chalg'ishdi ular. Keyin to'xtatib, mana gulning nomi nima edi deyishga imkon bo'lmay qoldi. Endi keyingi safar xudo xolsa tushsam, u qizni taniyman, so'rab bilib olaman. Xudo xolsa mana teglarida ham adashmasam, mana kichkina g'unchalari yo shoxchalar, mana shoxchalari ekan mana. Mana uchida, lekin mana g'unchalari, xudo xolasa ochilsa bularni ko'paytirsam, ildiz ottirsam sizlarga ko'rsataman. Keyin mana qumurtqani tashlalarim kelib qoldi. Mana men bozordan oldim. Agroperlit oldim. 5 mingdan oldim buni. Mana maydalari ham yo'q, kamroq, lekin yaxshi bo'ladi, yirik perlit. Mana ikkita oldim. Mana ikkitasini 10 mingga oldim. Endi mana vermikulit oldim. Mana bu ham yaxshi, o'rtacha ekan, juda yirik ham emas, juda mayda ham emas. Umuman olganinglarda buni yirigini olishga harakat qilinglar. Yo, u o'rtachasi. Juda ham maydasi ham yaxshi emas. Juda maydasi ham kam ish beradi. Chunki bu namlikni saqlashga, o'shani sug'organingizdan keyin tuproqdagi namlikni mo'tadillashtirib turadi.
uzoq nam o'rtacha ushlaydi. Bu gulingiz suvga bo'kib qolmaydi yo anaqa qiynalib qolmaydi havo olishga ham. Havoni yaxshi o'tkazadi, neytrallashtirib turadi bular. Mana bu ham o'rtacha. Buni ham 5000 dan 10000 ga oldim. Endi men sizlarga anchadan beri mana ikkita uchta gullarim bor. Juda ham o'sishdan to'xtab turibdi. Mana MPK oldim. O'sha MPKni har xili bor. 20-20-20si, 3-18, 13-40-13 bor. Mana bu o'stirishga 13-40-13. Mana fosfor o'rtasida 40. Bu o'stirishga 40 degan. O'shanga buni oldim. Buni har xil firmalari bor, ranglari har xil, turligi turibdi. Buni ranglari ishlab chiqargan firmalariga bog'liq. Firma qanaqa rangni tanlasa, ma'qul topsa, shunaqa rang bo'ladi. Mana bu salatoviy rang ekan. Endi buni men bitta idishga solib yozib qo'yaman, boshqa MPKlarni adashtirmaslik uchun. Joyiga solib qo'yamiz. Endi qovoq urug'i, lavlagi urug'i oldim. Mana lavlagi, qizil lavlagi. Men buni ekib suvga bo'kib qo'yaman, keyin ekaman. O'zimizdan chiqsin. Ozgina bo'lsa ham yerimiz bor, Xudoga shukr, foydalanish kerak shundan. Buni 5000 ga oldim. MPKni 10000 ga oldim. 10000 ga qilib bering dedim, o'lchab 10000 ga qilib berdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men sizlarga yana ko'p gullarim bor, qaytadan ekishim kerak. Mana perlit vermikulitim bo'lmagan uchun men eka olmay turgan edim. Ko'p gullarni ko'rdim, juda ham chiroyli. Ko'rib hammasini olgingiz keladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelasi gal g'oyibona uchrashguncha Allohga omonat bo'linglar, azizlar.